Assalomu alaykum. Sizdan beri, anchadan beri emas, o'tgan safar kelganimdan beri, Koreyaga kelganimdan beri vlog qilmadim. Bugun yana vlog qilishga harakat qilamiz. Bugun 10-may, shanba. 10:24. Bizda yomg'ir yog'yapti, shuning uchun ertalab turishga ham urinmadim. Xo'p, bugun nima qilamiz? Bugun content olish, bozorga borish, kiyim olish, kiyim olib, Oliviyanga borish, bir ikkita sochimga anaqa olaman. O'qish menga bitta PPT berilgan, 22-kuni topshirish. Yana bitta PPT'm bor, 11-kuni topshirish shunaqasi. Iyunda, ya'ni final examlar uchun. Lekin ertaroq tayyorlab qo'ysam, ertaroq o'zim yaxshi. Let's go. Kechda so'raganman. Maqtaning. We have some bananas. Pulda bo'ladi. Nimaga metob chepman? Nimaga metob chepman? Pulda bo'lmaydi hech qachon. Pul oyoqga. Tosh kerak. Bunaqa bo'lyapti. Pulni kerak. Qurol yo'q. Paramdan keyin. Ha, karistini o'rgatganman. Bizmas, o'zingizga. Badminton o'ynayman. Odatda bu o'zbek akalar bilan o'ynayman. Bir chiqqanimda tanishib qoldik. O'shandan beri har safar chiqsam meni ham chaqirishadi. Bor bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Bugun yakshanba, ertalab 10larda turdim. Bu ish qilaverib, hali hech nima qilganim yo'q, shuning uchun hali videoni qilib o'yim yo'q. Obed bo'libdi, tezda qarasam. Hi, little update. Yarabbim, obed qilib bo'lganimdan keyin ozgina yaxshi yangi loyiham bo'yicha ishladim. Aytaman ish qilganimni, lekin o'sha haqida ishladim. Hech nima qilmadim demanglar. Va undan tashqari yuvinib chiqib, sochimni dazmol qilib, soatimiz 16:45. Почти 5 bo'lyapti. Kecha Oliviyadan olgan narsam yog' bo'ladi, mana bunaqa. Soch dazmol qilib olgandan keyin qilishdan oldin surga borish kerak, qaytga uchlarga. That's good. Man bo'ldim yugurib, badminton o'ynab. Soat 11:30 bo'ldi. Yurib, nima qilamiz? Skincare qilib, albatta, lekin bu safar videosini olaman. Kecha olganim yo'q, shunaqa skincare qilaman. Ertaga universitet. Yaxshi tomonlar. Assalomu alaykum. Nimalar qilishim ketma-ketligini aytmayman. O'zlaring ketma-ketligini ko'rib qilaverasizlar. Keyin kecha o'sha obed qilganimcha hali hech nima yemadim. Shunaqa ichyapman. Bitta shunaqa narsalar, do'konda yogurtni suyug'i vashi mazada. Universitetga ketar yo'lim. Narsa shu yerdan boshlab jo'nashamiz. Boshlanadi. Hududi. Orqa taraflar, men gapirayotganimda kelayotgan joyim Kizuksi edi. Yotoqxonalarimiz ashitdan sekin boshlanib keladi. Pretty little baby. I'm so in love with
baby. Başka bir şey kaldı. Hazır buna gidiyorum. Kızla qarab qo'yishdi. Video keladi. Kontent olishim kerak. Instagramga. Dars eshitmayman-da. Darsda kontent olishim kerak deb o'ylab o'tiraman. Shu tashqarida futbol o'ynayapti ekan bugun. Anaqa bo'lgani uchun, havo yaxshi bo'lgani uchun Xudoga shukr. Qornim ham ochdi. Xo'p, men nimalar qildim? Zalga borib keldim, ovqatlandim. Ovqatlanib bo'lganimdan keyin sochlarimni chiroyli qilib, aniq qilib turib kontent olmoqchiman. Endi yotoqxonamizni o'qish xonasidaman. Soat 3 bo'ldi. 5 gacha olib kontent. 5 gacha bo'lib ketmaydi, 4 gachami, 3:30gacha olaman. Tez olib. Keyin iloji boricha ishga. Hop, hozir olayotgan joyim mana Daysodan arzonginaga olgan. Bu o'qiydigan xonamiz. Çalışdan 유튜브에 블로그 하고 있는데 주말에는 토요일부터 시작했고 블로그를 토요일, 일요일은 아무것도 안 했고 열심히 쉬었어요. 쇼핑도 했고 başlarım çıkmışım şimdi video alayım. Videoga olib o'tirgan g'ala hali ish qilmayotgandek videoga olib o'tirgandek o'quvchiman ketaman. O'g'rincha balansa qilayotgan. Bilmaganingizda Instagramni ham biladi. Reklama qilib qo'ymayman do'konimizda. Do'konimizda treji qo'yib bar, kelinglar. Reklama qilib beraman. İşten chiqib olaman mana shundan keyin. Bu mana 3,5 soatlik ishimdan keyingi ahvolim. 3,5 soat ishlayman xolos. 5:30dan 9gacha. Lekin o'shanda ham qiyinda. Men yurgancha ketibman, qarasam. Onlayn darsimiz ochib qopti. Xudo, kimdir quloqsin taqib, quloqsin. Instagramda ko'rdim, quloqchin taqmasdan yursa, uzoqroqqa boradi. Yaxshi yuguradi. Ayniqsa, ya'ni o'ylayotgan narsalar bitta joyga to'planib, ular zo'r bo'ladi. Instagramda orada gapiga kirib turishga. Ular zo'r bo'ldi, quloqchinsiz yugurishim. To'xtadim, yana yugurishga davom etaman. Faqat videoda shunaqa yaxshi o'ynadim bu qiz. Telegramda hamma 4 turli vlog qilingani uchun 4-kunni ham qo'shib qo'yaman. Keyingi hafta yakshanbada. Xo'p, hozir soat 10 qoldi. O'rtog'imni oldiga borish uchun taxminan 2 soat ketadi. Boshqacha qanday? Ketdik. Xo'rlana keldim mana. Soat 2:30 bo'ldi. Vlog olyapman bugungi. Vlog.
Babası da gibi yok. Karşıdan var. Koreya metrolarda bir martalik tiket olsang bo'ladi. Single. Ha biz qaysiga borishimiz kerak edi? Ketyapmiz. Tashqarida. Mana bu yerda food court bor. Mazza joy. Hop, biz hozir ovqatlangan ketyapmiz. Keyin o'qiymiz. Mana tiket oldik. Meni bitta bolakay ko'rgan. Men vlogimga chiqayotgan pul bering, opa. Mana, bilan. Yo'q, astag'firullah, astag'firullah. Keyin o'qiymiz. Zo'r qo'shdim. O'zim qo'yveraman. Avo. O'qiymiz. Premiumimiz bor, pulni qo'shmaysan. O'qiymiz. O'qib bo'lib, keyin men ketarman va uyimga. Jonajon uyim deb charchadim. Biz yo bu tarafga, yo bu tarafga. Biz bitta o'sha yerda, keyin bitta ovqatlayapmiz, keyin bitta sarflayapmiz. Biz avtobusdan zo'rg'a tushib oldik. O'tirib ketyapmiz. Endi qat'iy ketyapmiz. Daram yaxshi odamni biladi. Ko'rding jirlashini senga? Kiyimini qara, o'lib qolmagan. Hozir sizlarga O'zbekiston va MDH davlatlari o'rtasida qulay pul o'tkazish xizmatini keldim. 9 bo'lyapti. Ertaga yana dushanba o'qish.
Xudo xohlasa bundan keyingi vlogimda faqat o'qish, faqat o'qish anaqasi, chunki yaqinda imtihonlar, oxirgi imtihonlar, shunga ko'proq o'qish kerak bo'ladi. Shuning uchun shuni olib chiqaman deb o'yladim. Hozir odamga yugurib kelib, bu videoni edit qilib, Xudo xohlasa aka yoki indinga YouTube'ga qo'yishga harakat qilaman. Bu bilan bugungi vlogimiz tugadi. Agar savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar. Keyingi vlogimda nimalarni ko'rsatishni xohlaysiz, nimani olib chiqsam sizlarga qiziq, sizlarga o'sha Koreyani tanishtirsam, qanaqa yo'nalishda vloglarni qilsam sizlarga yaxshi, yoki hozirgisi yaxshimi? Hamma fikrlaringizni kutib qolaman. Chetgacha ko'rgan hammaga rahmat. Shu stikerni tashlab qo'yinglar agar chetgacha ko'rgan bo'lsalaring va albatta like, podpiska qilib qo'ying. Hammaga rahmat. Annyeong.